Ertalab erim bilan 3 kunga dachaga ketdim desam, vobshe ishonmaylik, ikkalamizga pishirib qo'ygan joyi yo'q, oilaviy hammamiz chiqib ketdik. Xullas, yo'l yursak ham mo'l yurib, dang'ir-dung'ir yo'llardan yurib, mahallamizdagi yamamzani ham qadriga yetib, dachaga ham eson-omon yetib oldik. Chuqur nafas olib, bozorliklarni joylashib boshladim. Erim bo'lsa bu yerda basseynga kallani berib yubordilar, bu yerdan hozir yana bitta kalla tushadi. Qizimni bo'lsa basseynga qo'yib qo'ygan joyi bor, biqin qilish bilan ovora. Oramizda eng yosh kattasi ham, eng chaqqoni ham adajon bo'ladilar, ujro ovqat qilib bo'ldilar. Amam bo'lsa bu yoqda saboyim bilan yuribman, ikkinchi etaj, birinchi etaj qilib. Prinsessamga keppi-kechasi qattandir quyosh chiqib, yerga qadam ranjida qiluvdilar. Qo'lim bo'shaganda mana vaziyatdan unumli foydalanay deb stollarni yasatib oldim. Ungacha ovqatimiz ham pishdi. Dama o'tirib oldim, o'zinglar boringlar desam. Jiyanlar bilan hazil-huzullarni qilib, shunday zo'r ovqatdanki bitta bijildoq suvni ichib olmasak bo'lmasdi. Bu jiyanim vechni kameradan qochib, vechni mana radarimga tushadigan qiz. Xo'sh, biqinni ham qilib bo'ldik. Endi nima bo'ladi? Endi bizani bir dunyo ish kutadi. Sulayib qolgan betim bilan hamma joylarni yig'ishtirishni boshladim. Bitta narsaga hech ham tushunmayman. Sizlar ham dachaga dam olgani chiqsanglar, charchab qaytasizlarmi? Menda nimagadir shunaqa. Shu yerda bitta uf tortuvdim, erim terrasada turgan ekanlar. Xotin, sen eng zo'risan deb menga motivatsiya berib qo'ydilar. Dingillab ishlarimni qilib tashladim. Lekin bitta narsa yoqmayapti. Hamma joylarni yog' tushsa yalagudek qilib tozalab, kichkinagina rakvinaga bir dunyo yog'li posudani to'ldirdim. Yoqmayotgan narsa bo'lsa, posuda yuvadigan gel olamiz. Hech qilsanglar ham ayturaman, posudalarni umuman yuvganim yo'q, chunki men gelsiz posuda yuvolmayman. Ikkida bo'lsa, menga hech kim gel olib berishga o'lib turgan joyi yo'q. O'shaning uchun sizlar ham yotib uxlaylar. Ikkinchi qismini bo'lsa, keyingi relsida ko'rasizlar.